Türkiye'nin ataqlıq yazğıcısı Reşat Nuri Guntekin'nin Şinjan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Çalı Quşu namlıq romani. Bu roman Belqut şirkətində avazğa elinib, Belqut torda anlatıldı. Qışlar arali 24 dekabr. Bugün məktəbdə qalğan bir neçə kitabımni ağılıb alğan edim. Məktəb içi şunçalıq qalaymaqan ki, adam kitabını emas, özünü yo'qitib qo'ysimi topolmaydi. Ilojisiz qaytmoqchi bo'lib edim, sestra ayol ishni ichib. Bosh doktordan so'rab ko'rayli. U bir necha kitobni bir yerga ep qo'yganda qilgandi, dedi. Uyning ichi botolkalar, daklar, dori sanduqlar bilan to'lgan edi. Bosh doktor chapinini yechib etib, hasrat hömedeb bu qalaymaqanchilikni radlayotdi. Bizga kaynini qilib turg'ashqa faqat bo'yni, oq chashlarini, turilgan bilaklarini ko'ratdim. Mushundaq ahvolda kitob so'rash hurmatsizlik bo'ladi. Sestraning etikidan tatdim. Bo'ldi qilayli, dedim. Lekin u buni sezmasdi. Bey efendim, siz fransuzcha rasmli kitoblarni tepib olgan edingiz. Nega qo'ydingiz? dedi. Birdilla qiyri doktor ochiqlandi. Beshini burmasdilla shundoq yomon, shundoq sat til bilan javob berdiki, ixtiyorsiz qo'lim bilan yuzimni etib, qochib ketmoqchi bo'ldim. Dal shu chaqda u kayniga o'rlib, "Voy qizim, bu senmi?" deb vaqirayapti. Yuzini ko'ray-ko'rmay o'zimni tutolmasdim. "Doktor bey, Zaynilardagi doktor bey" deb cho'qan ko'tirdim. Mubalag'a emas, bu rostilla bir cho'qan edi. Belqut xazinasi. Doktor bey bodolkalarni urib ittirib yinimga kelib, qo'llarimni tutdi. Beshimni silab, paranjamning ustidan chashlarimni so'ydi. Faqatla bir kun, hatto bir kunni emas, bir necha soatli birga bo'lgan edi. Bizni qaysi yoshirin ruh bir-birimizga bog'laganki, aradan 2 yil o'tgandan keyin xuddi 40 yillik do'stlardek, hatto ota-boladek bir-birimizga etildi. Tova, odamning qalbi ajabmi tushuniksiz narsa ekan. Hayrulloh bey xuddi Zaynilada so'rg'inidek, "Qani gap qil yaramas, bu yerda nimalarni qilib yurasan?" deb so'radi. Balalarninkidek yiqinliq zangari ko'zlari oq kirpiklari ichida ta'riflab bo'lmaydigan darajada chaqnaydi. Men kulib turib, xuddi Zaynilada javob berganimdek. "Sizga ma'lum, men muallimaman doktor bey. Hozir bu yerga tayinladi. Shundoq yurt yuradigan ish", dedim. U butun hayotimni, qalbimni tushundigandek cho'nqir hasrat bilan. "Texchi xabar yo'qmi qizim?" dedi. Yuzimga sovuq suv sepgandek saskirib ketdim. Hayron bo'lgandek qilib. "Kimdan doktor bey?" dedim. U ochiq kelgandek barmoqi bilan po'pozi qilib turib, "Nemishqa yolg'on so'zlaysan qiz? Lavlaring yolg'on so'zlashni o'rganibdi. Ammo ko'zlaring, chiroying yanada burunqidek. Kimdan dansan? Kim seni mushundaq yurt yurishga majbur qilgan bo'lsa, shuningdan." Kulib turib, mo'rlarimni qisdim. "Ma'arifni demoqchimisiz? Albatta, ma'arifning o'z mamlakatining bolalarga xizmat qilish vazifasi bor-da." Doktor yana Zaynilardagi fikrini takrorladi. Bu meni bekmi xafa qilgani uchun so'zma-so'z esimda saqlab qolgan edi. "Bu yishingda mush holating, mush husning bilanmi?" "Xo'p, deganingcha bo'lsin, yaramas. Shundaqmi bo'lsin, lekin sen yovaylik qilma." U ishini men kitoblarimni unutgan holda so'zlashardi. "Demak sen bu maktabning muallimi, shundaqmi?" "Maktabni eglab olganinglar uchun shu qadar xafa bo'ldimki, doktor bey." "Menga boshqa bir fikr kelyapti. U yezining ismi nima-di? Sen sestralik qilgan isming bordi? Bu yerda menga yordam qilamsan. Aslida bu ikki ishning hech biri olaydi farqi yo'q.
sening kichikkina maymunchaqlaring, mening söyümlik iyiqlarim. Bu ikki ish ruhan bir-biriga tamoman o'xshaydi. Bularmu o'xshashli sabdil, samimiy insonlar. Hozir urush vaqti. Meningkilar o't ichida, sen bularga yordam qilsang, savob bo'ladi, qizim. Birdirla yuzimga kulki yugurdi. Balalardek suyunib ketdim. Mayli qandaq ish bo'lishidan qat'iy nazar, faqat kuch-qudratimni, muhabbatimni beg'ishlaydigan ishlar bo'lsa kerak. Bo'ladi doktor bey, qachon desangiz men tayyor. Hozir shu topdilar. Qarg'ina bu yana nimalar qilib atgan? Qo'l bilan emas, xuddi yana ig'izga ilib bo'lmaydigan sat gap chiqdi. Men zot atib, faqat bir shart bilan doktor bey. Yig'inda askarcha so'z qilmaysiz. U kulib turib, tirishib ko'rman qizim, tirishib ko'raman. Lekin ba'zida tasaddubiy og'zimdan chiqib kelsa xafa bo'lmassan. Kashkirgacha billa ishladik. At keladigan yaradorlar uchun tayyorlik ko'rdik. Qushlar arili 26 dekabr. Bir oydan beri Hayrulloh beyning yanida sestralik qilyapman. Urush davom qilmoqda. Doktorxonaga kelayotgan yaradorlarning kayni uzilmaydi. Ish shunchalik ko'pki, ba'zi kechalari uyimga qaytolmayman. Türedim akşam keçeçe iğir yaralangan qiyir bir kapitan bilan avara bo'ldim. Saharga yaqin charchab halim qanmay dorixonadagi safadila uxlab qaptiman. Mo'ramga bir qo'lning tekkinini sezdim. Ko'zimni ochsam doktor Hayrulloda ekan. To'nlab ketmasin deb ansirab, uyg'otib etmaslik uchun asta ustimga adiyal yipib qo'ymoqchi bo'pti ekan. Derizdan tushib turgan xira tang yo'riqida teximiz sulg'un va g'arg'in ko'ringan zangar ko'zlarda kulimsirab. "Uxla qizim, orom ol", dedi. Shu minutda bu mehribonlik shu qadar shirin tuyuldiki, bir narsa degim, minnatdorlik bildirgim keldi. Biroq g'arg'inlik, uyqusizlik yangdida mast xush kulimsirab yana uxlab ketdim. Bu qiyri doktorni cho'ng ishki kamchiligiga qaramasdan bekmi yaxshi ko'ratdim. Biri og'zini buzib soladi. Tabiiy atrofidagilar uni shunday qilishga majbur qiladigan ishlarni qilib qo'yadi. Ammo bu sabab bo'landi. Ba'zida og'izdan shunday narsalar chiqadiki, chidayolmasdan qochib ketaman. Kun bo'yi yuziga qarayolmay yuraman. Bu kamchiligini o'zim biladi. "Parvo qilma qizim, hech vaqasi yo'q. Askarlikda bu", deydi. Hayrulloh bey gunohini pushaymonini yiqimliq o'ylashi bilan apu etkizadigan, hatto o'zini yaxshi ko'rsatadigan bolalarga o'xshaydi. Ikkinchi kamchiligi buningdan cho'ng. Bu qo'pol odamda tushunib bo'lmaydigan bir nozuklik bor edi. Boshqalarning o'zini idrok qilg'isi kelmaydigan ishlarni ustalik bilan og'izdan sug'urib olaydi. Masalan, u hech kimga aytishni xohlamagan, aytmaslikka tirishgan sarguzashtlarimning ko'p qismini bilib olgan edi. Qanday qilib deb qo'yganimni o'zimmi bilmayman. Ba'zi so'rgan taq-tuqqi savollarga oddiy javobdan boshqa hech narsa demagan edim. Halbuki u mening javoblarimni jamlab to'liq bir hikoya qilyapti. Doktorning hech kimi yo'q. 25 yil avval uylangan ekan. 9 oy uy tutib, ayoli kezlik bilan og'rib o'lib ketibdi. Shuningdan beri bo'y taqgan. O'zi Rodos degan yerdan bo'lib, qushlar ariladimi, ozroq yer zimini borgan. Polkovniklik maoshiga hech bir ehtiyoj yo'q. Chunki maoshidan bir necha hassa ko'p pulni og'riqlar uchun ishlatadi ekan. Masalan, bir kun avval yarador bir askarning uyidan kelgan xatni o'qigan edim. Askarning qiyri opsi yo'qsillikda qiynalganini, balalar ochliqdan tilanchilik qilayotganini yozgan edi.
bu xatni anglab yarador cho'nqur uxtatdi. Xayrullo bey yedimizdagi karvatda yotgan askarni ko'rib o'tadi. U bu bechora askarga qarab, "Qaltis, nimanglarga ishinib muncha ko'p bolani topadigansizlar?" dedi. Bu rahimsiz chaqchaq xanjardek yuragimga sanjilgan edi. Payti kelganda cho'qim buni qeri doktorning ko'ziga solmoqchi edim. Lekin u mendan avval bu haqda gap ochdi. "Qizim, bilindirmay u ahmoqning opisining adresini ilib ol. 5-10 tanga pul avatib berayli," dedi. Bilishimcha bu qeri doktor ya pul uchun, ya mansab uchun harbiy bo'lmagan. Uningda bir muhabbat bor. U bo'lsa-mu suyimlik iqlirim deb ataydigan bechora askarlarga bo'lgan muhabbat edi. Lekin u nima uchundir bu muhabbatini xuddi uyat ishdek doim yoshirishga tirishadi. Anglavatmaninglar bel qutordan angtilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Qushlar arili 28-yanvar. Bugun sahar doktorxonaga kelganimda ig'ir yaralangan 4 ofitserni elib kelganini angladim. Sestralar menga Xayrullo beyning meni izlaganligini aytdi. U qachon bir ig'ir operatsiya bo'lsa, yanada mening turishimni xohlaydi. "Sana mundaq narsalarni ko'rsatish yaxshi emas, qiz. Lekin qanday qilaman? Qo'lidan ish keladigan ajil birisi yo'q. Meni xo'p qilib vaqirtidi. Shunga qilayotgan ishimdan odishib ketaman," deydi. Aldirab paranjamni yeshib, xalatimni kiydim. Lekin men tayyorlanib chiqqancha operatsiya tugadi. Yordamni masulkaga yotqizib, yuqoriga elib chiqib ketyapti. Xayrullo bey meni chaqirib, "Qizim, muhim bir yamoqchilik qildik. Amaliyotda yamoqchilikda yosh bir mayorkan, granat uning o'ng qo'li bilan yuzining bir tarafini miyib qipti. O'zimning yotiqiga yotqizdim. Sen qaraysan, u jiddiy kutishga muhtoj," dedi. So'zlasha yotoqqa kirdik. Karvatda yuz ko'zi daklar bilan tengilgan bir kishi jim yotadi. Yeniga keldik. Faqat yuzining so'l tarafi azroq ko'rinib turadi. Bu chiroy menga tanishdek qiladi. Lekin nada ko'rganligimni zotini esimga ololmadim. Xayrullo bey yaradorning so'l qo'lining to'mirini tutdi. Yuziga engishib ikki qitim, "Ehson bey," deb chaqirdi. Birdilla menga chaqmoq tekkandek bo'ldi. U Chida Abdurahim Pashaning uyida tanishgan kapitan edi. Bir qadam keynimga dajidim. Uydan chiqib ketmoqchi va bu yarador ofitserni kutmaslikni doktordan iltimos qilmoqchi bo'ldim. Biroq yarador ko'zni ochib, meni ko'rdi va tonib oldi. Lekin men ekanligimga ishonmaydi. U yarador bo'lganidan beri kim biladi, qancha qitim hushidan ketdikin, kasallik va istimo ichida qanday dahshatli tushlarni ko'rdikin. Shundoq bu halsiz qarashlardan meni ko'rib turganiga ishonmayotganligini sezdim. Qonsiz lavlardagi oran kulimsirash bilan yana ko'zni yumib oldi. "Ehson bey, bir necha oy avval go'dakligimdan meni himoya qiladigan dadam, akam va biror tanishimning yo'qligidan foydalanib, bir kimlar meni kashki tomoshaga ib borgan edi. Qalbimda surgun qilingan oddiy bir ko'cha ayolining alimi bilan gunohsiz holda qo'lim bilan yuzimni to'sib shahardan chiqib ketyapti. Dunyoni boshdan oxir zulmatlik, o'zimni bo'lsa shu zulmga bo'ysunishdan boshqa chorasi qolmagan bir baxtsiz deb his qilgan kunimda siz meni himoya qildingiz. Dasligingiz, istiqbolingizni xavfga qo'ydingiz. Hatto sherinjinimizni tikishdek oliyjanoblik qildingiz. Halbuki qayg'uliq bir tasadduq bizni yana uchrashtirdi. Endi sizdan qochmayman. Bu umidsiz va alamli kunlaringizda sog'lig'ingizdek
xizmatingizda bo'laman. Qushlar arali 7 fevral. Ehson Beyning yarasi xatarlik emas ekan. Birer aydan keyin tuzilib ketamish. Lekin o'ng qishining ustidan boshlanib, ta enkigicha butun yuzini qaplagan yara uni qo'qqaday holda satlashtirib etamish. Hayrullah Bey dakilarni almashtirganda yenida turmaydim. Ko'rishga yurakim chidamag'ni uchun emas, har kuni buningdan battar yarlarni ko'rib turaman. Faqat men qarab tursam, uningga yarasiga pichoq urgandimi battar azor yetkazib qo'ydiganim uchun. Bechora o'zining qanday holati doktorxonadan chiqishini biladi. Ochiq oshkora bir nima deymizmi, cho'nqir bir umidsizlik ichida edi. Hayrullah Bey, bir oz g'ayrat qil yigit. 20 kunga qolmay o'rnidan ketsan. Deganida tit bo'ladi. Yaradorning eg'ir ahvolini yengiltish uchun qalbimdagi barcha rahim shafqatlarimni sarf qilardim. Ba'zida yerida o'tirib kitob o'qib berardim. Hatto cho'chakni etib berardim. Shundoq. Lekin bechora hech narsa demagini bilan satlashib ketish azobidan bir minutmi qutulolmayotganligi bekmo aniq edi. Shunga tasalli berishga tirishiman. O'zimni tamamen boshqa narsalar haqida gap qilayotganga selib, dunyoda tashqi go'zallikdek foydasiz, ma'nisiz narsa yo'qligini, chin go'zallik kishining ruhida, qalbida bo'ladiganligini so'zlaydi. Qushlar arali 25 fevral. Ehson Bey bizning kutganimizdan tez yaxshi bo'lib ketdi. Bugun atigan sutlik choy ilib kirganimda uni kiyingan holda ko'rdim. Bir yil avval Abdurahim Pashaning bag'atisida ko'rgan hashamatli kiyimdagi chiroyli va mag'rur qiyofatli kapitan ixtiyorsiz ko'z oldimga keldi. Mayorlik harbiy kiyimining yoqasidan inchki bo'yni chiqib turgan. Yuzidagi yara izidan xuddi aybidan o'ylayotgandek ko'ringan bu dardmand askar shu chiroyli mag'rur ofitser emasmidi? Ichinganimni yushirolmadim. Biroq buni boshqa narsaga burab, yolg'ondan xafa bo'lishga boshladim. Ehson Bey, bu qilganingiz bolalikku axir. Texsali maza saqayib ketmasdan turib, nemishqa kiyinib oldingiz? U yerga qarab turib, bu yerda yetish odamni texni kasal qilib o'tadi Farida. Shunlashqa deb javob berdi. Ikkimiz jim bo'lib qoldik. U asabiylashayotganini yushirishga tirishdi. Endi ketay deyman. Hech yerim og'rimaydi. Tamoman saqaydi. deb qo'shimcha qildi. Qalbim eziladi. Sezdirmaslik uchun gapni chaqchaqqa aylantirib. Ehson Bey, mening gapimni anglamaydigan o'xshaysiz. Harbiylarga xos qaysarligingiz tutdi ehtimalim. Sizga shuni aytib qo'yayki, berib doktorga chaqaman. Adibingizni berganda ko'rasiz, dedim. Patnosni qo'yib itdek chiqib ketdim. Lekin doktorning qishig'i bormadim. 25 fevral kechqurun. Hayrullah Bey bilan qattiq urushib qoldim. Ish to'g'riliq emas, boshqalarning ishiga o'ralashishdak hurmatsizligini haddidan oshirib etgani uchun. Ehson Bey to'g'risida so'zlashyapti. Men uning hozirgi yuz chiroyidan odatdan tashqari mayuslanayotganligini aytdim. Hayrullah Bey qalblarini turib, "O haqliq. Agar uning o'rnida men bo'lsam, o'zimni dengizga tashlaydim. U chiroy beliqlarga yem bo'lishdan boshqa nimaga yaraydi?" dedi. Men sizni boshqacha tushungan edim, doktor Bey. Ma'naviy go'zallik oldida husn go'zalligining nima ahamiyati bor? Hayrullah Bey kulishga, meni zanglik qilishga boshladi. Bekor gap qizim. Undaq chiroyli kishiga hech kim qaramaydi. Bo'libmi sening yeshindagi qizlar. U davlisini isbotlamoqchi bo'lib,
yaqısını tutup sözledi, men qarshilik ko'rsatdim. Sirlarimni o'g'irlab, hayotimni ancha-muncha bilib oldingiz. Rost, mening chiroyli, bekmi kelishgan bir va'dalashganim bor edi. U meni aldig'ashqa ko'nglimdan chiqarib tashladim va uningdan nafratlanaman, dedim. Hayrullo bey yana qaqaqlab kulib ketdi. Ah kirpiklari ichidagi kulgidan kichiklab ketgan zangar ko'zlarini go'yo ichimni ko'rmoqchi bo'lgandek ko'zimga tikib turib. "Menga qarg'ina qizim. Undaq emas-ku. Ko'zimning ichiga qarab turib so'zla. Uni yaxshi ko'rmamsan?" "Yo'q, uningdan nafratlanaman." Doktor enkimdan tutdi va ko'zlarimga tikilib qarashni davom qildirib, "Voy bechora qizim, sen uning uchun yillardan beri hasrat chekib kuyayotsan. U maxluq sangmi qipti, o'zigimi qipti. U bu ishqini boshqasidan topolmaydi", dedi. G'azabdan ovozim bo'g'ildi. "Nemishqa menga bundoq tuhmat ravo ko'rasiz? Buni nerdan bilasiz, doktor bey?" "Esingda bor. Yilqi yuzida seni ko'rgan kunila buni tushungan edim. Sen yoshirib obar bo'lma. Bolaliq ko'zlaringdan ishq to'kilib turadi." Ko'zlarim qorong'ulashib, quloqlarim zingildab ketdi. U texcha so'zlab atadi. "Sen kishilar orasida yoshsangmi, har qachon boshqalardan o'zgacha ko'rinasan. Go'yo tush ko'rinayotgandek parishon, ma'yus kulimsirganingda yuragim ezilib ketdi, qizim. Sen yorilishdan boshqacha yorilgansan. Afsonalarda so'yish bilan tug'ilib, so'yish bilan eg'izlantirib cho'nqigan parilar to'g'risida so'zlangan. Buni xiyoliy bir narsa demaslik kerak. Bu dunyodami ularning o'rnaklari bor. Faridaxon, sen shularning birisisan. Sen yaxshi ko'rish va yaxshi ko'rilish uchun yaratilgan maxluqsan. Voy tanta qiz, bakmi xato ish qilding. Nima bo'lmasin, u ahmaq yigitning yoqasini qo'yib bermasliging kerak edi. Chunki baxting echiladi. Alamdan to'lg'inib faryod ko'tardi. Yerni tepib turib, "Nemish bundoq gaplarni qilasiz, doktor bey? Meni nima degizmoqchisiz?" dedimda yig'lashga boshladim. Shu chog'da doktor aqlga keldi. "To'g'ri deysan, qizim. Haqqing bor, haqqing bor. Sana bu gaplarni deyish kerak emas edi. Ahmoqlik qildim, qizim. Meni kechir", deb bezlashga boshladi. Bekmi xafa bo'lgan edim. Shunga yuziga qarag'im kelmaydi. "Uni yaxshi ko'rmaydiganligimni isbotlab berganimni ko'rim", dedimda ishni qattiq yebib chiqib ketdim. 25 fevral kecha. Lampani ko'tarib kirganimda Ehsonbay texi formasini yechmagan ekan. Deraza oldida o'ri turib, dengiz yuzidagi kashki shafaq manzarasini tomosha qilyotdi. Gap qilmasdan chiqib ketish o'rinsiz bo'lgani uchun harbiy formangizni bekmi seg'ingan o'xshaysiz, atandim, dedi. Uy ichini oqshomning xira qorong'uligi xeyli qoplagan edi. Ehsonbay bu qorong'ulikdan jasorat topgandek mujmal tabassum bilan beshini chayqadi va tunji qitim dardini o'chib so'zlashga boshladi. "Formamnimi apandim? Shundoq. Endi borliq umidim shuningda." Yuzimni musholatga keltirdi. "Demak, oxir berib meni bu kulfatdan qutqizadigan qudratmi mushuning ekanligini bilaman." Bu so'zlarning ma'nosiga yetolmay hayronlik bilan yuziga qaradim. U yenik o'xtatib so'zini davom qildi. "Bekmi oddiy Farida xonim. Tushunmaydigan yeri yo'q. Oldingi safga qaytman. Granat chala qoldirgan ish tamom bo'lsin. Menmi qutulay." Yosh mayor bu so'zlarni go'daklachi alam va iztirob bilan aytdi. Lampani yiqish uchun kaynimga o'rilgan edim.
yaqqan sarangini bilindirmay pöyledim. Pelikini tuzatmakchi bo'lgandek engishib, bekmu pes ovoz bilan. Undaq demang Ihson Bey, xohlasangiz baxtli bo'la olasiz. Masalan, vafodor bir qizga uylanasiz. Yaxshi bir oilangiz, tatliqini bolalaringiz bo'ladi. Hamma narsa unutiladi, dedim. O'rilib qaramasam-mu, uning kaynini qilib, hamon derazdan dengizni tomosha qilayotganimni sezatdim. Farida xonim, sizning naqadar sof, oq ko'ngil qiz ekanligingizni bilmagan bo'lsam, meni zalni qilyotdi degan bo'ladi. Meni mushu holatimda kimni yaxshi ko'rdi? Men bu holga tushmasdan burun yuzimga kulmay qarashlarim mumkin bo'lgan kunlardimi? Bir ayolga yoqmagan edim. Hozir shundoq bir meyibmanki, u ortiq so'zlashni xohlamadi. O'zini besivilashga tirishib, Farida xonim, bular o'rinsiz so'zlar, kechiring, lampani yiqaversangiz, dedi. Yana bir tong saranga chaqdim, lekin nima uchundir qo'limni lampaga opirolmaydim. Ko'zlarimni bu pildab yenayotgan o'tga tikib turib, xiyol surganimcha uning o'tishini kutdim. Uy yana burunqi qorong'u holga tushishi bilan asta-asta shu so'zlarni dedim. Ihson Bey, siz ashu muvaffaqiyatsizlikka uchirgan vaqtingizda mag'rur va o'zingizga tamanno qo'yadigan bir erkak edingiz. Alam va umidsizlik qalbingizga mundaq nozuklikni bermagan edi. Shu chaqda masligingizdan kechib, jonni alaqonga ilib turib, kichik bir qizni boshlang'ich maktabning panosiz bir muallimasini himoya qilgan edingiz. Keyin bularning hammasidan muhim bo'lgani bugungidek. Yushurman. Dardingizni men bilaman. Baxtsiz emas edingiz. Shundaqkan, nima uchun o bechora boshlang'ich maktab muallimi sizning baxtingiz uchun o'z hayotini beg'ishlamasin? Kesal mayor bo'g'iq bir ovozda. O'tinib qolay Farida xonim. Meni mundaq mumkin bo'lmaydigan xiyollarga tushirib tamoman baxtsiz qilma, dedi. Men qat'iy qarorga kelgan edim. Uningga o'rildimda beshimni egib. Ihson Bey, meni o'z nikoyingizga ilishingizni iltimos qilaman. Meni qabul qiling. Sizni qanchalik baxtli qilganligimni ko'rasiz. Shu qadar baxtli bo'lamizki, dedim. Qorong'uda ko'z yoshlar bilan namlashgan kirpiklarim orasidan mayorning yuzini ko'rolmaydim. Faqat uzatgan qo'limni lavlarga yaqin akilib, qo'rqib turib barmoqlarimning uchini so'ydi. Hamma narsa tugadi. Buningdan keyin hech kim uni jon-jonimdan yaxshi ko'rganimni yuzimga selishga jur'at qilolmaydi. Qushlar orali 26 fevral. Ashu kundan beri sen mening uchun yot eding va dushmandan boshqa narsa emas eding, Kamran. Yana bir qitim uchrashmaydiganligimizni, bir-birimizga asla qaramaydiganligimizni, hatto bir-birimizning ovozini anglamaydiganligimizni bilatdim. Shundaq bo'lsa-mu, men sening va'dalashganing ekanligimni ko'nglimdan chiqarmagan edim. Nima qilmay, o'zimni sana men so'yib deb qarashdan qutulanmaydim. Shundaq. Nemishqa yolg'on so'zlayman? Barliq nafratlarimga, isyanlarimga, bo'lib o'tgan ishlarga qaramay, men yanada qisman sening edim. Buni birinchi qitim boshqa birisining va'dalashgani, shuncha yillarning har biri saharida sening va'dalashganing bo'lib uyg'onib kelib, kunlarning bir kuni boshqa birisining va'dalashgani bo'lib uyg'onganimda his qildim. Kamran, men faqat bu sahardili sendan ayrildim. Ya'ni bir yodikorlik ilishqa. Kaynida qoldirib ketgan narsalarga oxirgi qitim beshini burab qarashga haqqi bo'lmagan muhojirdek.
bugun saharda Ehson Bey bilan ko'rishgandan keyin uni doktor Hayrulla Beyning oldiga elib kirmoqchi. Va'dalashganligimizni aytmoqchi bo'lgan edim. Bu cho'ng vaqa uchun har kuni kiyib yuradigan sestralik holati bekmi oddiy kelib, yangi va'dalashgan odamimni xafa qilib qo'ya. Shunga bog'da ichilgan chig'irtmoq gullaridan o'zib, maydonga taqib oldim. Ehson Bey bugun atdiganmi yana harbiy formasida edi. Meni ko'rib, bolalarcha alam bilan kulimsirashga boshladi. Bugundan boshlab uni baxtli qilish mening vazifam deb o'yladim. Majburiy kulimsirashga tirishib, qo'limni uzatdim. Salom Ehson Bey. Keyin bir necha tal gulni sug'urib olib, maydasiga taqab qo'ydim. Bu kecha yaxshi uxlagansiz? Bek yaxshi uxladim. Sizchi? Men xuddi bu vaqtdek tinish va rohatlanib uxladim. Undaq bo'lsa, yuzingiz nemish qusulg'in? Baxtiyorlikmi kishini sarg'aytib etadiganligini bilmansiz? Bu so'zlardan ikkalamiz jim bo'lib qoldik. Ehson Beyning lavlari oqirib ketgan edi. Qisqa sukutdan keyin egri so'zlashga boshladi. Turib ovozining titrishidan qo'rqqandek to'xtab qoladi. Va yana ikkilanib turib davom qiladi. Farida xonim, sizdan ta o'lgichi minnatdorman. Menga burunqi baxtli kunlarimda munosib bo'lmagan mislsiz bir kechani bag'ishladingiz. Boyi sizga rostini demadim. To'g'risi, men tong otqicha uxlayolmadim. Meni o'z nikoyingizga elishingizni iltimos qilaman degan ovozingiz quloqimdan ketmadi. Shunga men uxlayolmadim. Sizning va'dalashganingiz bo'lib o'tkazgan bu baxtli kechining bir minutini zoya qilib etmaslik kerak edi. Ömrümning oxirigacha sizdan minnatdor bo'lib qolaman. Sizni hamisha baxtli qilaman, dedim men. U cho'nqur hayajon ichida edi. Qo'llarimni tutmoqchi bo'ladi-yu, lekin betinolmaydi. Xuddi kasal bolaga xitob qilayotgandek, muloyim erkalatguvchi bir ovoz bilan. Yo'q Farida xonim, bu kechaning atisi bo'lmasligini bilaman. Bu kecha bekmi baxtli bo'ldim. Lekin shuningga qaramay bugun ketaman. Bir qancha soatdan keyin sizdan ayrilaman. Nemishqa Ehson Bey? Meni xohlamamsiz? Menga umid bag'ishlab qo'yib ketish to'g'ri emas. Ofitser tomga yo'linib ko'zini yumdi. Keyin xursinib, "Oh, bu ovoz." Dedi-da birdan silkindi va qo'pol ovozda ittik so'zladi. "Salla g'ayrat qilsangiz, bu marhamatingiz sizni meni yaxshi ko'rganligingizga ishontiradi." "Nemishqa yaxshi ko'rmayman, Ehson Bey? Siz bilan va'dalashishni xohladim. Demak, buning sababi bor-da." U ichinishli bir ta'na bilan javob berdi. "Shundoq. Men bilan to'y qilishni xohladingiz. Demak, meni yaxshi ko'rasiz. Ammo men sizning bu xildagi yaxshi ko'rishingizni xohlamayman. Siz bu muhabbatga haqiqiy, chin muhabbat deb ishonganmidingiz, Farida xonim?" "Farida xonim, siz meni umidsiz majruhga nisbatan uyg'ongan, rahim shafqatdan boshqa afzalligi bo'lmagan ishq sadiqasini qabul qiladigan holga tushgan, xarob bo'lgan bir kishi deb hisoblamsiz. Oxir hasrat ichida beshimni egim. Siz haqliq. Biz ikkimizli bechoramiz. Ikkimizning dardimiz birlashsa, balki baxtli bo'lamiz deb o'ylab ekanman. Xatolashibdiman." Keyin tomda esiqlik turgan qilishni ko'rsatib turib qo'shimcha qildim. "Sizga yana bir tasalli bor. Aytganingizdek vazifangizga ketasiz. Men ayolman. Sizdan battar bechoraman. Qish
qishning sovuq bir saharida ko'kragida nozik gul, lavlarida shu gulga o'xshagan sun'iy bir tabassum bilan bir-biriga qarshib o'ltirgan yangi va'dalashganlar 10 minutdan keyin baxtsiz aka va panohsiz singildek ko'zlarini yosh bilan to'ldirib bir-biridan ayrildi. Anglayotganinglar bel qutoridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Qishlar arali 2-aprel. 3 kun avval maktabni qaytarib berdi. 5 oydan keyin qayta dars boshladik. Bu gaplarni deb yurishning nima hojati? Chunki o'qish yili tugashga ozli qoldi-ku. Bahar oylari sinflarni illiq quyosh nurida gullarning yiqimliq puraqlari bilan to'ldirgan edi. Tamlarda oq dengizning yeshil sho'lalari chayqaladi. Mayli bolalarda, mayli cho'nglarda hech bir vaqasi yo'q. Baş muallime qushlar oralida qilishni xohlamag'ashqa bir oy avval uni boshqa joyga yo'tkivatdi. Uning o'rniga meni tayinladi. Bu unvonni mudira deb o'zgartdi. Men buningga xushal bo'lmadim. Chunki muallimlar menga boshqacha qaraydigan bo'lib qolgan edi. Garchi ular ma'lumotliq, obro'yliq bo'lmasa-mu, yeshi bir yerga berib qolgan ayollar edi. Ma'arif ma'murlarining deganidek, har biri 15-20 yillik stajga ega peshqadamlar. Ularning o'rnida men bo'lgan bo'lsam, kunlarning birida qizimdan kichik bir balani boshliq qilib qo'ydi deb, mening yuragim etishgan bo'ladi. Mart oyining boshlarida Hayrulla Bayni pensiyaga chiqadi. O'zi boy bo'lg'achqa muoshga muhtoj emas edi. Biroq bu ish uningga alam qildi. Söyümlük iyiqlarimdan bir mo'nchisining ko'zini o'z qo'lim bilan yopdim. Mening ko'zlarimni ular yipib, qabristonga opirib qo'yishni xohlaydim. Lekin undaq bo'lmadi. Dedi Hayrulla Bey. Hayrulla Bey to'liq ma'lumotli kishi edi. U butun yoshligini o'qish bilan o'tkazgan. Uyida cho'ng bir kutubxonasi bor. Dunyoda kitobdan bema'ni, bekor narsa yo'q. Kitob yozganlarga o'xshash kitobxonlarmi hayotda qarag'o'llachi yashaydigan ahmoqlar deb talishib turib oladi Hayrulla Bey. Oldingi kuni uni kuchli bir radiya berib mat qilmoqchi bo'ldim. Madamiki shundaqkan, nemishqa bu qadar ko'p kitob o'qidingiz? Hatto meni o'qishga da'vat qilasiz dedi. Bu shundaq bir radiya bo'ldiki, iqiyotgan suvni to'xtatib qo'yatdi. Lekin u aptini buzmadi. Aksicha qaqaqlab kulib ketdi va meni zangliq qilib: "Toza joyda qo'yding-ku. Meni ahmoq emas deb sana kim aytdi, qizim?" dedi. Bu qiyri doktorni hech tushunmayman. Nemini yaxshi ko'rsa, shuning zid gap qiladi. Menga azar bergan vaqtida meni har vaqtdagidan bekrak yaxshi ko'rib turganini his qilaman. Doktorxonadan ayrilgan kundan beri u gah kun bo'yi uyga kirilib kitob o'qiydi. Gah askarlikdan yaldami bo'lib qolgan o'tkini kiyib, jandarmlarga o'xshash miltiq esib, duldulg'a yaxshi ko'radigan qadrdon etiga minib chiqib ketadi. Shunda qilib yezilarda kasal ko'rib, o'ziga tasalli bo'ladigan biror ishni izlaydi. Uyida 80 yoshlik enikanisi bilan 15 deb chaqiradigan oqsoq bir bog'ini bor edi. 3 kun avval Hayrulla Bey Munisa ikkimizni uyga mehmonga chaqirdi. Kayfi bek chaq edi. Men kutubxonasini aqtirayotganimda, u Munisa bilan xuddi balalardek uzoq billa o'ynadi. Munisaga shundoq jiddiy buyruqlar beratdiki, kulib qaytib qolatdim. Endi möküşmek oynaymiz. Lekin odam topolmaydigan yerga möküşke bo'lmaydi. Sen barmoqchilikla. Shunga bir yerga möküp olsang, soatlab izlab herib ketaman. Meni topolmasang diqqat bo'lma. Balki möküp olgan yerimda uxlab qolishim mumkin. Bir necha kundan keyin Munisani paranjiga olmoqchiman.
Ondaq qilib 14 ga kirib qoldi. Bo'yimi men bilan tanglashib qoldi. O'zi guldek echilib, oq seriq chochlari ichida oppoq kichik ko'zi quyoshning surilishiga ergishib, minut siri o'zgaradigan ko'p ko'zlari bilan kulganda yanaqlarida gullar echilib, yig'ilganda ko'zlaridan unchalar to'kiladigan pari qizlarga o'xshab qoldi. Hayrulla bey paranji uchun bekmi xabar xazinasi. Menmo uning texi kichikligini bilaman. Lekin ilojim qancha? Qo'rqmay bo'lmaydi. Chunki ba'zi tanishlarim Farida xonim, sen buni erkaklardan qochirg'in. Bo'lmasa vaqtsiz qiynalib bo'lib qolma yana. deydi. Bu gaplarni anglag'animda meni hayajon o'rib oladi. Hem suyunatdim, hem jiddiylashatdim. Qiyin analarni bekor aralashqaq demaydi ekanda. Oldingi kuni maktabdan kelyotdi. Ko'chaning o'qiydi-da 16-17 yoshlardagi chiroyliqqina bir o'g'il o'quvchi bola ketib boradi. Uning turib bu tarafga qarashiga hayron bo'ldim. Chumparda ichidan bilindirmay Munisaga qaradim. Nimani ko'rdim demamsizlar? Insofsiz seriq chayan yigitga ko'z qirida qarab kulmasmi? Shunchalik o'diqdimki, ko'chaning o'ttirisida hushimdan ketib yiqilgudek bo'ldim. Uyga opirib qattiq so'roq qildim. Dastlab bo'yniga olmadi. Mening ishonmaganligimni ko'rib, yolg'ondan yig'lashga boshladi. Chunki u mening ko'z yoshlariga chidayolmay tang yig'laydiganligimni biladi. Men sening jazoni berishni bilaman, dedim onunga. Bozordan to'q yechil ipak raqsitib olib, taranja tikishga boshladim. Bugun atdigan attirgul miyi ustida Munisa bilan janjallashdik. Bir necha oy avval so'z orasida attirgul miyini yaxshi ko'rdiganligimni aytgan edim. Hayrulla bey nadin topdiki, 3-4 kundan keyin bir quti tepib akapti. Tugab ketmasin deb oyab ishiltatdim. Yaramaz qiz, umri uzun bo'lsin, zadala aram bermadi. U yolg'iz qasila uydan attirgul miyi purab ketdi. Keyin gunohsizlarcha Xudo haqqi, men ishlatmadim hada deb qasam ichidi. Qushlar arali 5-may. Bugun atdigan Munisa mijozi yo'q, rangi so'lg'in holda uyg'ondi. Ko'zlari qizargan, rangi so'lashgan edi. Maktabda ish ko'p bo'lg'achqa bormaslik mumkin emas edi. Hayrulla beyning yiniga berib Munisaga qarab beqishni iltimos qilmoqchi edim. Ta'limga u 20 soat avval do'ldulg'a minib, qaysidir bir yeziga ketibdi. Uyga kelsam Munisa o'rinda yetibdi. Qiyri qo'shnamdan andi-sandi uyga kirib balaga qarab qo'yishni o'tingan edim. Xudo rahmat qilsin, bechora mo'may yenidan ayrilmabdi. Kashkichi yenida paypoq to'qib o'ltiribdi. Munisaning zukomi kuchaygan edi. Beshi o'tdek yonatdi. Atigan kidimni bekrak yo'tilatdi. Ovozi xirildaydi. Nafas olganda birinimi turib qilayotgandek bo'layotganligini deydi. Enkidan tutib, eg'izni ochqizdi. Qo'limga qattiq bezlar urildi. Yuziga yaqinlashtirgan chiroq yo'riqi ko'zni qamashtiradi. Og'zida kichik tilining atrofida oppoq qabartqilar ko'rindi. Munisa mening andishida bo'layotganligimni zanglik qilib, "Yo'talganga nima bo'ladi, hada? Zaynaladimi yo'tal bo'g'inimni unutib qoldingmi?" dedi. Qizim to'g'ri deydi. Zaynalada uni qorda muzlab ketganida tepib olgan kecha musha holda emasmidi? Balalar uchun zukam hech narsa emas. Meni qiynayotgani Hayrulla beyning yo'qligi edi. Hozir 15 kelib, beyning bugun yezida qo'nib qolganligini aytdi. Inshaalloh u kelguncha qizimni saqlayib qolar. Belqut shirkatida ovozga elinib, Belqut to'g'rida anglatilayotgan Turkiya yozuvchisi Reshad Nuriy Gontekinning
Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan Chala qushi nomli romanini bugun mushu yergacha anglatdik.